Assalomu alaykum aziz obunachilar. Marlon Vatsroyda masjid yonidan kirgan ko'chada 4 so'tili hovli uyimiz chiqib qoldi. 6 xona, oshxonalari bor. 2 ta sanuzellar bor, ichida podval bor, pishig'ishda bo'lgan. Remont korobka, elektricheskiy ishlari bitgan. Pastlari to'kib qilingan. Bu orqa tomonimiz. Orqa tomonda ham joylari bor. Tashqarida yana bitta plyus sanuzel bor. Tashqi sanuzel. Orqa tomonga yonimizdan xod bor, o'tgani. Egalari uyimiz uchun 65 ming narx aytishyapti. Yana oz-moz kam bor. Pastda nomer qoldirib qo'yamiz. Telefon qilib aloqaga chiqishlaring mumkin.